Shunday, hurmatli vatandosh, endi biz sizlar bilan birlikda muhokama qilamiz. Bugunchi sizlarga 2020-yil 6-oyning 21-kuni haftaga yakshanba. Shunga diqqat qilsangiz, biz endi dedik boshda shundaqmi? Hozir nimani ko'rdik? Yevropa ittifoqi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining birlashib harakatga o'tganligini, masalan, Jungoni jazolash harakatiga o'tganligini ko'rib oldik vatandosh. Yevropa ittifoqi nima dedi? Xalqaro sudga beramiz. Mubada sen shu Hong Kongcha qonunni Hong Kongda yo'l qo'ygan bo'lsang, xalqaro sudga beramiz. Ziddiyatlarning keskinligi, talab va fikrlarning keskinligi mana shu chakka yetib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Mike Pompeo nima dedi? Bir harakatni ko'rishimiz lozim. Hozir anglaysizlar, bir harakatni ko'rishimiz lozim. 2 haftalik muhlat. 2 haftalik ish. 2 hafta ichida bir harakat, seni bir ish qilganini ko'rishimiz lozim. Demak, bu yerda davlat ishlar katibi Mike Pompeo yaxshi ish qilasan. Eski ish emas. Bundaq deb ayrimidi? Biz shundaq ayrishimiz kerak. Nimishqa davlat ishlar katibi siyosatni belgilab o'tirg'a tashlab o'tirdi. Ona mazmunni siz bilan biz tushunib olamiz, siz bilan biz yeshib olamiz, hurmatli vatandosh. Mana qarang endi. Hozir boshda ko'rdik shundaqmi? Birinchi kuni sizlar so'zlaganlik siyadimi Xinjiang Tibet masalasi. Ikkinchi kuni mana kelib qolgan qismi dedi Tibet dedi, Hong Kong dedi, Xinjiang masalasi. O'xshashdi, ya'ni ikkilanasiz. 2 kun, o da 2 kun Tibet meselesi, Hong Kong meselesi, Xinjiang meselesi. Qonun, Hong Kongcha qonun meselesi. Hozir siyosatning, xalqaro vaziyatning kulminatsiya nuqtasi qayerga markazlashdi? Jungoni embargo qilish va Jungoni jazolashga markazlashdi. Nima sabablar tufayli? Hong Kong meselesi tufayli, Xinjiang meselesi tufayli, Tayvan meselesi tufayli, yana nima? Hindiston va Jungo chegarasidagi voqealar tufayli. Moshu tufayli. Demak, men boshda sizlarga nima dedim? Bir og'iz hozir davlat ishlar katibi Mike Pompeoning nutqida, bayonotida deyli, bugun Xinjiang meselesi, Tibet meselesi ve Hong Kong meselesi xalqaro yuksaklikka, xalqaro siyosat sahnasidagi yuksaklikka ko'tarildi. Vatandosh, tabriklaymiz Amerika xalqi sizni. Tabriklaymiz Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatni. Tabriklaymiz Uyg'ur xalqini. Vatandoshim, tabriklaymiz. Endi sizlarga qisqa xabarlar bo'yicha odatimiz bo'yicha so'zlaydigan so'zimizni so'zlab baqaylar, anglab baqinglar. Mike Pompeo ile Yang Jiechi sohbeti razı bo'lmayli o'rnidan turib tarqilib ketishdi. Jungo aldığımı man almaydigan, kaynigimi yana almaydigan holga tushdi. Yangi tangliqlar televiziyasi 20 kuni YouTube. Amerika'nın qaytarmış zarbi berişi başlandı. Embargo, Jungo Amerika ayrılıp ketiş, mesuliyetli sürüştü qilish, bekitish, yani Jungo'nun cinayetlerini bekitish. Tunigen devlet işler katibi Mike Pompeo nima dedi? Lükçek. Etrafındaki devletlerge lükçekli muamele kılıp kalmazdan hazır bu lükçeklik bilen xalqaro jamiyatga chiqdi ve xalqaro jamiyatga lükçekde qılıvatıdı dedi. Bu bir bekitish, belki ulug' bekitish, to'g'ri bekitish, dal vaqtida bekitish. Rahmat davlat ishlar katibi Mike Pompeo. Qaytarma zarb berish başladı. Bekitish mashiyan 20 kuni YouTube. Amerika Beijing'e sürüş tıkladığan noktani tep aldı. Kötürülgen ayıplaş dolqunları hem de pat arada embargo qilish hareketiga aylandi. İşte kurash, yani Beijing'de başlandı. Partiya içinde kurash başlandı. Xi Jinping'in taxtdan tushmayman degini, yo'q, taxtdan tushishi bu hargiz endi tush emas. Xalq vakillar qurultayi 7 kun vaqt to'shdi. Ya'ni muhokama qilish yig'in, xalq vakillar qurultayining yig'in 7 kun to'shdi. Bu to'shgan kunda ular nima qilish kerakdi? Bugungi kun navbat Jungo xalq vakillar qurultayi Shanghai, Hong Kong davlat bexatarlik qonunini e'lon qilish kerakdi. Bugun to'shdi. 7 kun bugun to'shdi.
Davlat bexatarligi qonunini eg'izga olmadi. Xalq vakillar qurultayining yig'in vaqti to'shdi, lekin davlat bexatarligi qonunini eg'izga olmadi. Bu nima gap, nima o'zgarish vatandosh? Diqqat qiling deyman. Torpilam Vol ko'chasi televiziyasi 21-kuni mushu vaqtda 2 soat burun yoki atgan soat 7 da berilgan xabar. Qabih tuzilgan qonunga qarshi turish. Shanganliq, ish tashlash, o'qish tashlash, bozor tashlash. Andan referendum. Dal paytida Shangang xalqi ko'chaga chiqdi. Tungi shanba chiqadi, hozirgacha xabar yo'q. Demak, bu yerda bir kechikish va ehtimol 7-oyning 1-kuniga to'g'rilishi kerak vatandoshlar. Buning uchun qanchalik vaqt qoldi? 6-7 kun vaqt qoldi. Referendum dal paytida Shangang xalqi ko'chaga chiqdi. Yangi tongliklar televiziyasi 10 soat burun 21-kuni YouTube. Davlat islohoti Mike Pompeo Jungoning ismini atab turib mundaq dedi. 2 hafta ichida bir harakatni ko'rishimiz kerak. Zada qanday harakat boshlaydik? Ijobiy harakatmi, ijobiy qadam bilan boshlangan, salbiy harakatmi, salbiy qadam bilan boshlangan yoki davomlashtirayotgan Jungoning zada qanday harakati? Ehtimol bu yerda davlat islohoti ijobiy harakat. Bir ijobiy qadamni ko'rishimiz kerak. Bir sizlar uzun so'zlashib ketdik, ko'rishimiz kerak. Vatandoshlar, biz oldimizdagi leksiyat nima degani to'q? Bu qatam davlat islohoti Mike Pompeo Havoyida yangicha mushundaq o'rinlashtiramiz. Mushundaq o'rinlashtirsan, mushundaq ishlaysan. Bu sana chiroylicha aytganda talab va taklif. Qattiq aytganda bugun biz bu maxfiy suhbatni Havoyida, Honoluluda, Amerika Qo'shma Shtatlarining havo armiya bazasida o'tkazyapmiz. Bu sana bishorat bo'lish kerak. Aqlga ishorat, aqlliq bo'l. Nadanga juvaldiroz. Men tungi leksiyamda nima dedim? Lükçek, etrafidagi davlatlarga lükçeklik qilib qolmasdan hozir xalqaro jamiyatga lükçeklik qilyapti. Biz bu to'g'rida Jungo to'g'risida boshqa xiyollarim umumiga, ya'ni boshqa xiyolda bo'layotimiz. Boshqa xiyollar bo'yicha o'ylayotimiz. Mana shu jumlalarni bir-biriga qo'yib selishtirib baksangiz, men deganmagan so'zlarni sizning tasavvuringiz vatandosh sizga aytib beralaydi. Biz hozir so'z ma'nimiz, bir ma'nimiz. So'z nima? Shu bo'yicha so'z qilamiz. Uning keyindagi sabablarni yoki mazmunlarni endi ba'zilarini ko'tarib chiqa olamiz, ba'zilar kelganda vatandosh shu so'z bo'yicha ish qilamiz vatandosh, hurmatli vatandosh. Hozir nima dedi? 2 hafta ichida bir harakatni ko'rishimiz kerak. Tugadi vassalom. Hozir davlat bexatarlik qonun tuzilib bo'ldi deyli. Jungo hukumati buni yozma shaklda e'lon qilishni xohlamadimi yoki ma'ni qildimi? Yozma shaklda e'lon qilmaydi ekan. Hatta Shangang ma'muriyat boshlig'i Lin Jingyue bu qonunning yozma shaklini ko'rib boqay desa, Lin Jingyueni rad qilgan gap Markaziy komitet Beijing hukumati deyman. Hozir ham nima keldi? Yevropa İttifaqı parlamenti Li Keqiangdan Angela Merkelning Li Keqiang bilan munosabati yaxshi edi. Yaqin bilan hisoblaganda Angela Merkel Germaniyaning 13-qatim Jungoni ziyorat qilib bo'ldi. Mushu huquq beshi hokimiyat beshi kelgandan beri 13-qatim Jungoni ziyorat qilib bo'ldi. Endi hozir nimadir Yevropa parlamenti Li Keqiangda 100 o'rida. Yevropa parlamenti desiniz bu Germaniya yetakchiligidagi parlament desiniz bo'laverdi vatandosh. Li Keqiangda 100 o'rdi. Rais Xi Jinpingning Yevropa ittifoqini ziyorat qilishini qabul qilmaydigan bo'ldi. Vassalom. Yaqinda Rais Xi Jinping Yevropani ziyorat qilmoqchi edi. Hozir qaraganda bekor qilindi degan gap. Yuqorida ko'rib o'tdik, Yevropa parlamenti, Yevropa ittifoqi nima dedi? Agar sen mushu qonunni Hong Kongcha davlat bexatarlik qonuni Shangang yo'l qo'ydigan bo'lsang, xalqaro sud arz qil.
Men bu to'g'rida bu sotga kimlar kelish kerak, kimlar tortilish kerak, men tunuga so'zildim. O bir paraz, o bir qiyos. Qo'yilgan vaqt noqol Shangang masalasi qo'yilamdi xalqaro sotdi yoki Uyg'urlarning hozirgi rejim yoki yig'ib olish lageridagi hayotimi xalqaro sotga Yevropa ittifoqidan tushamdi, tushmamdi. Ha, bunisidan bir nima degili olmaydi, lekin masala Jungo'ga markazlashgan ekan, albatta shunday yuz berdi, hurmatli vatandosh. Hozirgacha vaziyatni tahlil qilib keldik. Bugun siz bizga aytganda balki vaziyat taraqqiyotining kulminatsiya nuqtasiga, yiriklashgan nuqtasiga, jiddiylashgan nuqtasiga, ya u yon, ya bu yon bo'ladigan nuqtaga yetib keldik. Hozir Xi Jinping nimishqa oldirib tenab Hong Kongcha davlat bexatarligi qonunini muhokama qilib, Shangangda yo'l qo'ymoqchi bo'ldi. Yani Jiang Xinjiangning yana bir parcha buga yetib kelgan Jiang Xinjiangning buga yetib kelgan bir to'g'ri film bordi. Uningda nima deyildi desangiz, Rais Xi Jinping darg'azabga keldi va Shangangda bu qonun yo'li qo'ymoqchi bo'ldi dedi. Buning sababi nima? Quloqingizga pichirlab boqaymi, hurmatli vatandoshlar, yoki oshkora so'zlab berayman. Buning sababi Rais Xi Jinpingning darg'azabga kelganligi. Bunun sebebi 6. ayının 17. günü Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump efendinin Uyghur kishilik huquq siyosat qonuniga imzo qo'ygan. Leksiyalarimiz oxirlashdi, hurmatli vatandoshlar. Xush vaqt bo'linglar vatandoshlar.